Diqqat! Maktabda bolasi tahsil olayotgan ota-onalar uchun xushxabar. Endi maktabda yagona maktab formasi talabi bekor qilinmoqda. Batafsil videoda. O'quvchilar uchun yagona maktab formasi talabi bekor qilindi. Vazirlar Mahkamasining 558-sonli qarori bilan 2022 va 2023 o'quv yilidan boshlab umumiy ta'lim, o'rta ta'lim muassasalarida yagona maktab formasi majburiyati bekor qilindi. Ammo maktablar ichki tartibida forma joriy etilishi mumkin deyiladi xabarda. Bunga ko'ra, ko'pchilik ota-onalarni tashvishga solib kelayotgan maktab formasi masalasiga rasmiy izohlar berildi va aniqliklar kiritildi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktyabrdagi 558-sonli qarori bilan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun yagona shakldagi maktab formasini majburiy joriy etish talabi rasman bekor qilindi. Maktablar ichki tartibida forma joriy etishi masalasi avvalroq yoritilgandi. Qarorning to'liq nomi umumiy o'rta ta'lim muassasasida ma'naviy, ma'rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida hujjat 2022 va 2023 o'quv yilidan kuchga kirgan edi. Endi siz maktabda yagona va bir xil forma joriy etishingiz shart emas va har yili bolangizga forma qilishingiz ham shart emas deyilmoqda xabarda. Ammo forma kerak va buni maktab va ota-ona birgalikda kelishilgan holatda moliyaviy jihatdan kelib chiqib tashkillashtiradi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimiz sizda yoqqan bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling, videoga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Manba info.edu.uz sayti